Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Emin Shaha va bugun g'alati video. Bitta yuz servisda qaraldi, mana yerdan chiqdi. Ana shu yerdan arzon halol yesak bor ekan. Men bosdim. Keyin salom dedim. Keyin mana yerda assalomu alaykum deb mana bu yerda yuz narxlarni jo'natdi. Men asabiga tegish uchun yozgandim. Mana yerda din nahvoy dedim. Keyin tekinga yo'qmi dedim. Hozir pulim yo'q edi dedim. Keyin mana bu yerdan yozganini qaranglar. Shunday deb yozdi. Keyin kod bo'lmaganda 0.000.000 qilimdan so'm pulim bor edi dedim. Berasizmi deb yozdim. Kamisi emas, aytiki 16.200 yuz dedim. Mana yerda 16.200 esa 2.130.000 so'm turadi. Keyin mana yerda alo deb yozdim. Keyin mana yerda blokka tiqaverganda. Mana shunday yuz servisda yomon asabga o'ynam keyin. O'rtoqlar hali yana shunday bir prank emasdan shunday boya yuz servislarda shunaqa asabiga o'ynashni davom etamiz. Va keyingi videoda ham qandaydir bitta yuz servisda shunday asabiga o'ynab ko'ramiz. Qanday qilayotgan? Yana shunaqa javohirdek mana shunday blok qilaveradimi yoki blok qilmayman. Mana bu Javohir 18 emas, boshqa youtuber. Bu va hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Emin Shaha bo'ldi. Xayr.